Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Bugungi mavzuimiz penetrantlik. Penetrantlik bu genning fenotipda ifodalanish ehtimolligi hisoblanadi. Penetrantlik 0% dan 100% gacha bo'ladi. Penetrantlik asosan ikki xil bo'lar ekan. Bular dominant penetrantlik va retsessiv penetrantlik. Dominant penetrantlik dominant genlar odatda fenotipda ko'rinadi. Lekin to'liq bo'lmagan penetrantlik sababli hamma individlarda ham ifodalanmasligi mumkin bo'ladi. Retsessiv penetrantlik retsessiv genlar, masalan, retsessiv gamma-zigota holatda fenotipda ko'rinadi, lekin ayrim hollarda retsessiv gen ham 100% ifodalanmasligi mumkin bo'ladi. Bunday holatda retsessiv penetrantlik kuzatiladi. Sizlar bilan penetrantlik mavzusini quyidagi misollar bilan mustahkamlab olamiz. Monoduragayda penetrantlik masala. Polidaktili geni 80% penetrantlikka ega. Agar heterozigotali organizmlar chatishtirilganda qo'shimcha barmoq bilan tug'iladigan bolalarning ehtimolligini toping. Demak, quyidagi organizmlar nima qilinyapti? Chatishtirilyapti. Natijada ushbu organizmlar hosil bo'ldi. Demak, penetrantlik 4 ta organizmdan 3 tasida bor. Demak, 3 taqsim 4 ko'paytirilgan 0,8 teng 0,6. Endi buni 100% ko'paytirib qo'ysak 60% da bo'ladi. Tushunarli? Demak, 3 ni umumiy 4 ta organizmdan 3 tasi bor. 3 taqsim 4 ko'paytiramiz 0,75 chiqadi. 0,75 ni ko'paytirasizlar 0,8 ga, ya'ni 80%, 0,6 bo'ladi. Endi buni 100% ko'paytirib qo'ysak 60% bilan tug'iladi. Endi bunda dominant geni penetrantligi 90% ga. Heterozigotalar chatishtirilganda 120 ta avloddan nechtasida belgi ko'rinadi? Demak, yana ushbu organizmlar hosil bo'ladi. Umumiy 4 ta organizm 3 tasi kuzatilar ekan. 3 taqsim 4 ko'paytirilgan 0,9. Demak, 0,675. Buni ko'paytiraman. Nechta organizm? 120 ta. Teng 80 bitta avlodda belgi ko'rinishi mumkin ekan. Tushunarli? Demak, monoduragayda penetrantlikka doir masalani ko'rib chiqdik. Endi diduragayda penetrantlik masala. Demak, penetrantlik dominant genida 80%. Penetrantlik dominant B genida 70% penetrantlikka ega. Agar heterozigotali organizmlar chatishtirilganda ikkala dominant belgi fenotipda ko'rish ehtimolligini toping. Demak, alohida chatishtirib olaylik, ya'ni A ni buni o'zaro bilan chatishtiramiz. Va buni alohida chatishtiramiz. Endi bu organizm bular 4 tadan 3 tasi kuzatilyapti. 3 taqsim 4 ko'paytirilgan 0,8. Demak, bu 0,8 teng 0,6. Endi bu yana bu ham 3 tadan 4 ta organizm 3 tasi kuzatilyapti. Necha foiz? 70%. Ya'ni 0,7 ulushga o'tkazib olamiz. Teng 0,525 ga teng. Endi buni bularni o'zaro nima qilamiz? Bir-biriga nima ko'paytiramiz? 0,6 ko'paytirilgan 0,525 teng
0,315. Endi buni foizga ko'paytirib qo'ysa 100% ga 31,5% ga teng bo'ladi. Ya'ni ikkala dominant belgi fenotip qurish ehtimolligi 31,5% ga teng ekan. Keyingi masalamiz dominant A geni 100% penetrantlikka ega. Dominant B geni esa 50% penetrantlikka ega. Agar digeterozigotali organizmlar chatishtirilganda ikkala belgini qurish ehtimolligini toping. Demak, bularni yana o'zaro alohida chatishtiramiz. Buni ham alohida nima qilamiz? Chatishtirib olamiz. Endi bu umumiy 4 ta organizmdan 3 tasida penetrantlik bor. 100% penetrantlik. 3 taqsim 4 ko'paytirilgan 1. Chunki ulushga o'tkazib olsa 100 ni 1 bo'ladi. Teng 0,75. Bu ham umumiy 4 ta organizm 3 tasida bor. 3 tasida 3 taqsim 4 ko'paytirilgan 0,5. Teng 0,375 ga teng. Endi bularni o'zaro ko'paytiramiz demak. 0,75 ko'paytirilgan 0,375 teng 0,28 125. Buni ulushga o'tkazib olsak 100 ga ko'paytiramiz. Teng 28,1% desak bo'laveradi. Tushunarli? Demak, penetrantlikka doir masalalarni to'liq tushunib olish uchun videoni qayta ko'rib chiqishingizni tavsiya beraman. Keyingi video darsimizda sizlar bilan iqtidor biologiya kitobidagi penetrantlikka doir masala tahlilini ko'rib chiqamiz. Keyingi video darsini o'tkazib yubormaslik uchun albatta kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.